Sap brendidan pol elektriskiy shtablarimiz kelgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu variantlarimiz 1,5 tonnani 3,5 metrga bemalol ko'tarib bera oladi. Hozir bunga o'rtacha hisobda 400 kilo yuk ortganmiz. Mana bu eng pastda turgani, 0 bo'lib turgani. Ko'tarilishi polni avtomat bo'ladi. Mana bitta dona eshakni o'zida tepaga ko'tarilsa, o'zi ko'tarib beradi. Shu yo'nalishda 3,5 metrga bemalol ko'tarsa bo'ladi bu o'zi. Balonlari standart, Euro standart motorlarga bemalol mos keladi. Bu yoqda zaryadka qiladigan qismi, bu yerda kalti bo'ladi, pitaniyasi, zaryadkasi bo'ladi. Bu yerda zaryadka qancha qolganini ko'rsatib turadi. Yurishi ham ancha oson. Mana tormozi bor, tormozni qo'yib yuborib, mana yurishlari, tepadagi narsaga hech qanaqa zarar yetmaydi. Bemalol boshqarsanglar bo'ladi.